Assalomu alaykum, Qabullat Assalomu Alovich. alaykum. Hozirgi kunda ikkinchi xalqaro Dana Excel korporatsiyasining immunologik mahsulotlarini bitta klinik tajribadan o'tkazib turib, bugungi konferensiyada qatnashyapmiz. Bu keyingi tabobatda 10 yillik, 5 yilligida rivojlanishda o'sha Tibet tabobati bilan birgalikda yo'lanib, O'zbekiston ahliga profilaktika va kasal bo'lmasliklarini oldini olish yo'nalishi bo'yicha qanday yo'nalishlar va qanday perspektiva rejalashtirmoqda? Rahmat. Salom. Rahmat. Bizni Dana Excel Industry bilan ko'p yillik hamkorligimiz mavjud. Rahmat. Bu ikkinchi marotaba kelishimiz Malayziyaga. Chunki ikkinchi seminar bo'lib o'tyapti. Aynan o'sha Ganoderma-Luteum asosida qilingan dori-darmonlarni, dorivor o'simliklarni xalq tabobatida qo'llash bo'yicha seminar o'tkazyapti. Bizani quvontiradigan narsa shundaki, seminarimizning ishtirokchilarining geografiyasi yildan-yilga oshib boryapti. Mana bu yil bizga Xitoy Guanzhou universiteti qo'shilgan, Indoneziya, Malayziya, Tailand, Singapur va mana O'zbekiston.